Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni tugatib oldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida. Bu obyektimiz mana ko'rib turishlaringiz mumkin. 10 kilovat gibrid panellarni ko'rsataman uzoqdan bo'lsa ham. Bu obyektimiz qurilish mollari skladiga o'rnatib berdik. Ya'ni bu skladdagi energiyaga bo'lgan ehtiyojlarni qoplab bera oladi bemalol. 10 kilovat qo'yib berdik. Hozir bu panellarimiz uzoqdan yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bu Hayom Xon panellarini o'rnatib berganmiz. Hozir ishlab turibdi stansiyamiz. Ya'ni skladni ehtiyojini bemalol qoplab turibdi, energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplab turibdi. Hozir men sizlarga invertorimizni ham ko'rsataman, ishlab turgan jarayonni. Mana invertorimiz ishlab turgan jarayoni mana past. Bu invertorimiz Deyadan 10 kilovat gibrid, tagidagi o'zini akkumulyatori, ya'ni litiy akkumulyatordan. Bu ham Deyadan 10 kilovatlik, mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Xarakteristikalari 10 kilovatlik 200 amper. Hozir muammosi ishlab turibdi. Xo'p, mana bu yoqda shitimiz, himoya avtomatlari, dishi taraf, asi tomonlar. Hozir muammosiz shu skladimizda energiya bilan ta'minlab turibdi. Agar sizda ham ishlab chiqarish skladlar bo'ladigan bo'lsa, ularni energiya bilan ta'minlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni 7-24 soat, unda sizga mana shu gibrid tizim eng ma'qul variant bo'ladi. Chunki hozirgi kunda tok uzilishlari bo'lib turibdi davlat tarmog'ida. O'shani hisobiga ko'p joyda ishlar to'xtab qolyapti. Agar ishingiz to'xtab qolmasligini istasangiz, aynan gibrid tizim sizga yechim bo'ladi. Chunki gibrid tizimda tarmoqda tok o'chib qolsa ham akkumulyatorning hisobiga bemalol sizni ehtiyojingizni qoplab tura oladi. Keyinchalik yana davlat tarmog'i tiklansa, quyosh panellaridan ishlayveradi. Ya'ni akkumulyatordan emas, quyosh panellaridan ishlab beradi. 10 grid tizim bo'lsa, u o'chib qoladi. Davlat tarmog'i o'chsa, 10 grid tizim o'chadi. Sizda shu energiyaga bo'lgan ehtiyoj ko'proq bo'lsa, ya'ni ishingiz to'xtab qolayotgan bo'lsa, gibrid tizim sizga eng ma'qul yechim bo'ladi. Xo'p, agar sizda ham qiziqish bo'ladigan bo'lsa, shu gibrid tizimlariga qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, quyosh elektrostansiyalarini bizga murojaat qiling. Qo'ldan kelgancha hamyonbop va sifatli stansiyalarni qurib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Bu videomizni quyosh elektrostansiyalariga qiziqib yurgan odamlarga jo'natib qo'ying. Xayr, sog' salomat bo'ling.